Hurmatli tomir do'koni kuzatuvchilari, tomir do'koniga mana shunaqa turli ko'rinishdagi organayzerlar va podstavkalardan keldi opajonlar. Bemalol kelib, turli xildagilarni olsalaringiz bo'ladi. Hozir bularni bittalab obzor qilib tushuntiramiz. Qoshiqlaringizni bemalol qo'yib, dasturxonga qo'yib qo'ysalaringiz bo'ladi. Xohlasalaringiz bir tarafiga qoshiq, bir tarafiga vilka, bir tarafiga mana bunaqa pichoqchalaringiz qo'yib qo'ysalaringiz bo'ladi. Narxi atiga 120 ming so'm. Vilkalar uchun mana shunaqa podstavkalarimiz atiga 99 ming so'm. Bemalol kelib, do'konimizda xarid qilishlaringiz mumkin. Xil rasvetkada mana shunaqa bakallarimiz kelgan. Bemalol bakallaringizni ilib qo'ysalaringiz bo'ladi. Ranglari o'zgarmaydi, sarg'aymaydi yoki zanglab ketmaydi. Shunaqa neobechniy ko'rinishdagi bakallarimiz kelgan opajonlar, mana shunaqa ko'rinishda ilib qo'yasizlar. Mana ikki xil rasvetkasidan bor. Bemalol kelib, tomirdan xarid qilishlaringiz mumkin. Narxi atiga 29 ming so'm. Oshxonangizda mana shunaqa buyumlaringizni qayerga joylashtirishni bilmayapsizmi? Endi tomirda buning yechimi bor opajonlar. Mana shunaqa buyumlaringizni ilib qo'yishga mana shunaqa organayzerlarimiz kelgan opajonlar. Atiga narxi 25 ming so'm. Tomir do'konida bir necha xil stavkalarimizdan kelgan opajonlar. Bu rulon salfetka qo'ygich hisoblanadi. Bemalol qo'yib ishlatsangiz bo'ladi opajonlar. Bularning narxi atiga 12 ming so'mdan. Mana shunaqa bambukli salfetka qo'ygichlarimizdan bor. Atiga narxi 45 ming so'm. Idishlarimning rangi sariq, shunga mos yo'qmi degan opajonlarimiz uchun mana shunaqa zolotiste ko'rinishdagi podstavkalarimizdan bor. Bemalol qo'yib, turli xil narsalarni saqlasangiz bo'ladi. Narxi atiga 29 ming so'm. Mana opajonlar qanaqa chiroyli ko'rinadi. Buni narxi atiga 29 ming so'm. 12 ming so'mga bozorda hech narsa bermaydi, lekin tomir do'konida mana shunaqa chiroyli salfetka qo'ygichlarimizni aniq topsangiz bo'ladi.